Yaxshi o'tirdik-a. Judayam. Rahmat sizga. Salima? Tushunmadim, kim bu? Men eriman buni. O'zing kimsan? Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Siz o'ylaganingizdek emas hammasi. Qanaqasiga sen eri bo'lasan? Buni erimanman-ku. Yetmadimi senga? So'rachi qanaqa eri ekanini. Bu inson meni sobiq erim bo'lgan. Men bunga nikohlanib uylanganman. Qattan sen o'zingdan er yasab olsan. Sizlarning tarafda nikoh ustiga yana nikoh o'qitilar ekan-da. Men hali javobini bermaganman buni. Aqlli? Tushunmadim. Siz menga 3 yil oldin xayr deb ketib borgandingiz. 3 yildan beri siz bilan ko'rishmadim, yashamadim. Bu nima deganingiz? 3 yil yashamagandan keyin qanaqasiga nikoh bo'lishi mumkin? Men sizdan ajralganman. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Rostdan aytmoqman, bu inson meni erim emas. Bularning gapiga ishonmang. Menga bu inson xayr deb ketib borgan bo'ldi. Men undan keyin qancha harakat qildim yarashish uchun. Qancha oldinga bordim. Men sizdagi odam bilan baribir yasha olmasdim. Mana endi bildim seni asl yuzingni. Xayf senga oila. Javobingni berishimni xohlayotganding? Berdim senga javob. Baxtli bo'linglar. Qattan paydo bo'lib qoldi bu. Mani ko'zimga ko'rinma. Sen bu narsani bilib turib meni aldading-a? Nimaga ishlarim orqaga ketyapti desam, seni kasofatingga deb bo'tgan ekanda hammasi. Xayr degani bu javobingni berdim degani emas-ku. Unaqa emas. Siz meni eshiting. Minglana seni uchratgan kunimga. Shuncha paytdan beri sen bilan er xotinman deb zino qilib yurgan ekanman-da. Ko'zimga qaytib ko'rinmagan bu narsa qilib qo'yishim mumkin. Yo'qol. Men o'zim ahmoqman. Surishtirmasdan, qiziqmasdan, hamma narsaga ko'z yumib, to'g'ri kelganiga shundan nikohlanib uylanib ketaverdim. Bunchalik ablah odam ishini qilasan deb o'ylamagandim lekin. Kanim Klopa ko'pchilik Xonzoda deb taniydi. 40 yilga yaqin bu inson pochtalyon bo'lib xizmat qilganlar mana shu O'zbekiston uchun, shu jamiyat uchun. O'zlarini umrlarini insonlarning xizmatiga bag'ishlaganlar. Hozir ahvollari juda ham og'ir. Hozirgi kunda bu qoqqa ishishi, ya'ni zo'b ishib ketayotgan ekan, bu ichki holatda. Bu agar to'xtatilmasa, operatsiya qilib oldi olinmasa, yorilib vafot etib ketishi mumkin ekan. Ko'pchilik doktorlar uni onkologik kasallik ham bilgan. Iltimos, befarq bo'lmang. Qo'lingizdan kelsa, ozgina bo'lsa ham yordam qiling, ehson qiling. Mana shu videorolikka like bosing, kommentariyada barcha yaqinlaringizni, tanishlaringizni belgilab tashlang. Shu videoni boshqalarga ham jo'natib tashlang. O'sha ko'rgan insonlar xudo xohlasa ozgina bo'lsa ham ehson qilsa, bu qilgan dalolatingiz uchun sizdan bir yaxshilikning savobini olasiz inshaalloh.